Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, hurmatli obunachilar, do'stlar, aka-ukalar. Dehqondan labo sotiladigan bo'lib qoldi aka-ukalar. Dehqon akamizdan 2018-yil 320 ming yurgan aka-ukalar labomiz. Balonlari ham cho'tki holatda turibdi aka-ukalar. Metan gazi bor. Metan gazi bor. Benzinga ham yuradi, metanga ham yuradi aka-ukalar. Bortlari bagachi bor tomida. Salon qismi aka-ukalar. Salonlari ham tiniq holatda turibdi. Patologlarga chiqib qo'yishibdi. Barlarni qo'yishib. Xo'p, aka-ukalar, mashinamiz generalniy yo'q, faqat oformleniyaga srochniy sotilar ekan aka-ukalar. Kraskalari toza, o'zlari uchun yana bitta tekshirtirib olsalar ham bo'laveradi aka-ukalar. Xo'p, korobka most tiniq deyishdi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma qishlog'idan bo'lyapti aka-ukalar. Mashetida petnosi bor ekan. Qolgan joyi toza ekan aka-ukalar. Narxiga keladigan bo'lsak 5200 narx aytishyapti. Kami bor ekan aka-ukalar. Aloqaga chiqaverasizlar, nomerlari pastda bo'ladi. Qisqacha video qo'yardik aka-ukalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Faqat oformleniyaga sotilar ekan aka-ukalar. Bittadan like bosib labo olaman degan aka-ukalarga podlisa qilib qo'yasizlar. Nomerlar pastda bo'ladi. Do'stlar, ikkinchi mashinamiz Cobalt kelib qoldi. Dehqondan aka-ukalar 2013 400 ming yurgan. Metan gazi bor. Staloy svetda, xadoylarda ishi yo'q, motorlarda ishi yo'q aka-ukalar. Minishga tayyor Cobalt so'raganlar bo'lsa, mana sizlarga Cobalt. Ikkinchi pozitsiya, knopka. Mashina metan polish qo'lda qilib qo'yilgan aka-ukalar. Staloy svet 2013 400 ming yurgan. Puli ham arzon, unaqa qimmat emas. Narxiga keladigan bo'lsak 6 mingdan ozmas tushib berishar ekan aka-ukalar. Aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni qo'yib qo'yaman. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma mahallasida aka-ukalar. Mashina lekin yonib turibdi bor. Kraskalari orqa bagajda petno bor ekan, qanotda ozmos kraskasi bor ekan. Qolgan joyi toza deyishyapti, o'zlari uchun yana bir qator tekshirib olsalar ham bo'laveradi. Akalar, Cobalt olaman degan aka-ukalarga jo'natib qo'yasizlar. Bittadan like turib aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni qo'yib qo'yaman. Dokumentda muammo yo'q deyishdi.